Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jizzax Somsa markazi nomidan bugun biz dehqonlarga va fermerlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Blogerlarning gapiga ishonib, har xil ximiyalarni yoki ximikatlarni va bu anafol silitralarni yerga ishlatib, yerda qiynamanglar. Yerda hosildorligini oshirish uchun tabiiy toza mahsulot bor, biogomis mineral o'gitlari bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Sifatiga 100% kafolat. Mana shu ko'rib turgan bog'imiz Navruz buloq oromgohidamiz. Mana shu ko'rsatib turgan bog'imiz o'sha biogomis bilan parvarish qilingan. O'zimizda issiqxonalar ham bor, limonlarimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Hosildorligi 2 barobardan 5 barobargacha har yili oshib boraveradi. Bu degani sizni kissangizga ham daromad ko'payib boradi. Bizni kuzatib boringlar. Like, kommentlar esdan chiqmasin. Tadbirkor Boyqiroz Sunnatilla tomonidan biogomis organik o'gitlarni ishlab chiqarishni boshlaganlariga 6 yildan oshdi. Hozirgi kunda cho'ra mollarni, qo'ylarni, quyonlarni, tovuqlarni, daraxtlarni xazon barglaridan iborat mahsulotlarni Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga yedirish orqali toza va oliy navli biogomis organik o'gitlarni ishlab chiqarib sotuvga qo'yganmiz. Bahor kirib kelganligi munosabati bilan yerlarga ozuqa berish, yerni kuchaytirib, hosildorlikni oshirishni, yerdan olinadigan mahsulotlarni sifatini yaxshilash eng qulay va tabiiy usullardan biri bu biogomis organik o'gitlari hisoblanadi. Hurmatli hamyurtlar, bugungi kunda bizda organik biogomis ishlab chiqarish quvvatimiz kengayib, mahsulotlarimiz ko'payib bormoqda. Sizlarga ham biogomis organik o'gitlardan sotib olib, yerlaringizga solib, yuqori va sifatli mahsulotlarni olib daromad qilishingiz mumkin. Biogomislarimiz sifatiga qarab 800 so'mdan boshlanib 1500 so'mgacha sotilyapti. Manzilimiz Jizzax shahri Shodlik Tuqqan MFE Navruz buloq ko'chasi 20-uy.